Ahsanallohu ilaykum Faiza. Shayx Sa'd al-Xoslan Makkadan Faiza degan qiz so'rayapti. Raqamli pullarni iste'mol qilish hukmi nima? Bu zamondosh olimlar orasida ixtilofli masala. Ulardan buni harom degan kishilar bor. Chunki bunda u bilan shug'ullanayotgan kishilarni aldashlik bor. Chunki narxlarda katta o'ynashliklar bo'ladi. Ammo olimlar orasida bu pullar ham boshqa pullar kabi pul. Ular joizdir deganlar ham bor. Mana shu gap haqiqatga yaqinroq. Bu ko'rsatuvda avval ham bu masala haqida so'ralgan edi. O'sha payt men bu mavzuga tarafsiz qolgan edim. Keyinchalik ba'zi izlanishlar va ba'zi mutaxassislardan so'raganimdan keyin bunday pullar bilan muomala qilishda ayb yo'qligini ko'rdim. Chunki bu ham boshqa pullar kabi pul. Bundagi asl joizlik va mubohlikdir. Narxlarni o'ynashlik boshqa halol narsalarda ham topiladi. Ba'zi mutaxassislarning aytishicha, shirkatlarning hissalarida bo'ladigan narxlar o'ynashi xossatan ziyoda va kamayishga ochiq va qaydlanmagan davlatlarda ba'zan raqamli pullardan ham ko'proq bo'ladi. Va undagi tahlika ham bundan kattaroq bo'ladi. Shu bilan birga hech kim modomiki shar'iy usullarga xilof kelmasa, bunday hissalar bilan muomala qilish joiz emas demagan. Bu esa undan ko'ra avloroq. Shuning uchun ham u bilan muomala qilish muboh deyishlik haqiqatga yaqinroqdir. فهذه من باب أولى وعلى ذلك فالأقرب هو جواز التعامل بها.